Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 19-darsini o'qiymiz. Biz mu'rab ismlarning ichidan marfuat ismlarni o'qib bo'ldik. Uningdan keyin mansubat ismlar bilan tanishib chiqib bo'ldik. Endi biz mu'rab ismning 3-qismi bo'lgan majrurat, ya'ni zirlik ismlar bilan tanishib chiqamiz. Endi majrurat ismlar undaq jiq emas. Yani arab tilidagi so'zlarning ichidan zir o'qilganlari faqat ikki turlik. Bu qaysi deganda, birinchidan al-majrur bi harfil jar. Birinchidan harfi jarning sababi bilan zir bo'lgan ismlar. Ya'ni harfi jarlar va bir ismning oldiga kirsa, shu ismni zir qilgan harflar va ya'ni shu harflar bilan zir bo'lgan ismlar. Bu birinchi turi. Ikkinchisi al-majrur bil idofa. İzafetülün zirvoğa isim, yani mudafun ileyh. Demek arab tilidagi zirvoğa isim fakat iki xil. Ya aldığı harfi jar kelgan bo'ladi, yoki mudafun ileyh bo'lgan bo'ladi. Unda olsa harfi jar bilan zirvoğa isim degan qanday isim? Bu harfi jarlar qaysi deganda, endi harfi jarlar haqida biz shu harfning babida texnik tafsili so'zlaymiz, bu yerda qisqa so'zlar deb ketamiz. Endi harfi jarlarning mashhurroqi min, ila, fi, an, ala, lam, ba, kaf, vavul qasam, taul qasam, hatta, muz, munzu, rubba. Mana bular arab tilidagi eng ko'p qo'llanilgan, eng mashhur bo'lgan zir qiluvchi harflar. Mushu harflar qanday bir so'zning boshiga kelsa, shu ismni qanday qiladi? Zir qiladi. Endi biz bu harflarning ma'nosi haqida shu harfning babida so'zlaymiz. Endi harflarningki yani qapqog'ini xala ada hasha. Biz bu xala ada hashani istisno babida so'zlaymiz. Chunki buni ham harf deb e'tiborga olg'ili bo'ladi, ham fe'l deb shu e'tiborga olg'ili bo'ladi. Agar buni harf deb e'tiborga olib qolsak, bu shu harf jarlarning qatoridir. Ya'ni bu beshiga kirgan so'z nima qiladi? Siriq bo'ladi. هذه الحروف bu harflar tajurrul ismi zahir. Oshkor ismni zir qiladi. Wal mudmar allazi yaliha mubashiratan bidun fasl. Bu harflar oshkor ism yoki domirlarni zir qiladi. Oshkor bevosita faslsiz kelgan. Ya'ni bu harflar bevosita o'tirib fasl chiqib qolmagan ahvol ostida bir ismning boshiga kelgan bo'lsa, shu ismlar mayli oshkor ism bo'lsin, mayli zamir bo'lsin, zir qiladi. Zamir bo'lib qolsa bu mabni ism bo'ladi. Bu taqdiran zir deb qaraymiz. Masalan, qalu tallahi. Mana biz tani taul qasam deb so'zlagan tallahi. Nima qildi Alloh degan lafzi? Zir qildi. Ammo harfi jar bilan ismning o'tirishga bir fasl chiqib qolsa, shu vaqtda amaldan qolib qoladi. Amaldan qolmaydigan ikki dona harf bor. Ikki dona harf bilan fasl chiqib qolsa amaldan qolmaydi. Masalan, yajuzul faslu bi harfin nafi. Nafi harfi bilan ayirish to'g'ri, ya'ni fasl qilish to'g'ri. Ladan iborat nafi harfi bilan ayirish to'g'ri. Yoki ortiq qonun bilan ayirsak-chi, bu zir qildigan xususiyatiga ta'sir etmaydi. Masalan, Allohu ma'al muttaqina bila shakkin. Bila shakkin. Alloh taqvodorlar bilan shaksiz. Bu yerda ba harfi jar, ya'ni zir qiluvchi harf. Endi ba bilan shakkin degan bu ismni o'tirishga Allohun nafiya fasl chiqib qoldi. Ayirvatdi. Bu ta'sir qilmaydi. Allohun nafiya fasl chiqib qolgan bo'lsa, bu ta'sir qilmaydi. Al-hadaratu tunsabu ila kanat ajdadina. Bu madaniyat ajdodlarimizga nisbat beriladi degan bu jumlada ila harfi jar. Ajdadina shu harf jarni tufayli nima qildi? Zir qildi. Bu kana bilan nima bo'ldi? Kanat bilan fasl chiqib qoldi. Harf jar bilan ismning o'tirishga fasl chiqib qoldi desa, bu yerdagi kana ortiq kana, ya'ni ziyoda kana, ma'nosi jumlada yo'q bo'lgan kana. Bunda ortiq kana yoki nafining las bilan fasl chiqib qolsa, harf jar yana zir qilib beradi. Xuddi ila kanat ajdadina deb ajdadni qanday qildi? Zir qildi. Bila shakkin deb shakkinni qanday qildi? Ba harfi jar zir qildi deymiz. Demak, bu yerda harfi jarlarning ichidan ortiq kelib qoldiganlar bor. Biz buni tafsili so'zlaymiz. Bu yerda qisqacha deb o'tib ketsak, la yuzadu min hurufil jar illa min alba
الكاف اللام. Ortuq qilinmaydi harfi jar faqat harfi jarlardan faqat min, ba, kaf, lam ortiq bo'lib keladi. Va ziyadatuha inma hiya fil i'rab. Uningki ziyodaligi faqat i'rob jihatda, ya'ni harakat jihati ziyoda deb qaraymiz. Va laysa fil ma'na jihati ortiq emas. Ma'na jihati shu ortiq emas. Faqat ta'kidlash uchun. Masalan, ba harfi laysininki xabriga ortiq bo'lib keladi. Masalan, lastu qoiman deganda lastu biqoimin turuvchi emas deganda ba ortiq ba kelib qoldi. Biz i'rob jihati ortiq deymiz, lekin ma'na jihati taxmin mana qanday qilib turadi bu yerda kuchaytirib turadi. Ammo biz buningki qanday yerda taxmin ortiq bo'ldi, qanday yerda nima uchun ortiq bo'ldi, buni biz shu o'z navbatida so'zlaymiz. Mana bu harfi jarlar tufayli zir bo'lgan ismlar. Biz harfi jarlarni o'rganib bo'ldik, ya'ni tunishib chiqdik. İkincisi zirulduğu isim qaysida izofat bilan zirulduğu isim. Ya'ni muzofun ilayhi bilanlik bo'lib zirulduğu isim. Bu qaysi deganda old bilan biz izofatni o'rganib bo'lsak, al-izofa izofat deganimiz nisbatun bayna ismayn. Bu ikki ism o'tirisidagi bir nisbat, aloqa. Ala taqdiri harfil jar. Harfi jarni taqdir qilish ustiga ikki ism o'tirisidagi bir aloqa. Tujabu jarru thani abadan. Bu ikkinchisini mangu zira o'qishni taqozo qiladi. Masalan, hada kitabu Xolidin. Bu Xolidning kitobi. Demak, bu yerda kitobu Xolidin degan bu ikki so'zning o'tirisida izofatlik nisbat bor, ya'ni aloqa deb qaraymiz. Xolidning kitobi. Qaranglar, bu ikki ism o'tirisidagi nisbat harfi jarni taqdir qilish ustiga bo'ladi degan. Xolidning kitobi desak, bu yerda nima taqdir qilindi? Lam taqdir qilindi. Lamdan iborat bir harfi qanday qilindi? Taqdir qilindi deymiz. Demak, buningda yo lam taqdir qilingan bo'ladi, xuddi hada kitobu Xolidin deganga o'xshagan, yoki min taqdir qilingan bo'ladi, yoki fi taqdir qilingan bo'ladi. Yusammal awwal mudafan. Birinchisi mudaf deb ataladi, ikkinchisi mudafun ilayh deb ataladi. Endi biz buni mudafun ilayhni iniqlig'uchi iliqlanguchi deb tushuntirsak bo'ladi. Masalan, kitobun desak bu bir iniqsiz ism. Endi kitobu Xolidin deb Xolidning kitobi desam, bu qanday qilindi? Kitob iniqlandi. Ya'ni Xolid degan so'zni akalash orqali kitob iniqlandi. Unda bo'lsa, kitob iniqlangan so'z muzaf, Xolid deb bu iniqlig'uchi muzofun ilayh bo'ladi. Iniqlig'uchi, ya'ni muzofun ilayh nima qiladi? Zir o'qiladi. Al-mudaf val-mudafun ilayh isman baynahuma harfu jar muqaddar. Mudaf bilan mudafun ilayh ikki ism, u ikkisining o'rtasida taqdir qilingan bir nima bo'ladi? Harfi jar bo'ladi. Masalan, hada kitobu Xolidin da nima taqdir qilindi? Lam taqdir qilindi. Lam taqdir qilindi. Ya'ni Xolidning kitobi, xuddi hada kitobu li Xolidin deganga o'xshagan lam taqdir qilindi. Endi hada makrul layli desam, bu kechininki yili mikri degan gap shunday. Bu kechining yili mikri degan gap, bunda fi taqdir qilindi. Ya'ni kechidagi yili mikri bu. Bunda fi taqdir qilindi. Hada makrul layli degan bu jumlada. Endi hada babu khashabin desam, bu yog'ochning eshigi degan gap. Bu yog'ochning da buni lam taqdir qilsak bo'lmaydi. Bu yog'ochdan bo'lgan eshik. Buni nima taqdir qilinibdi? Min taqdir qilinibdi. Demak, buningda ya lam taqdir qilingan bo'ladi, ya min taqdir qilingan bo'ladi, yoki fi taqdir qilingan bo'ladi. Unda bo'lsa, bu muzofun ilayhning zir o'qilishining sababi o'sha taqdir qilingan harfi jar tufaylidanmi desiz? Yo'q. Amilul mudofun ilayh, ya'ni mudofun ilayhning amili zir o'qilishining sababi bu muzof. La al harful jar al muqaddar ala sahih. Taqdir qilingan harfi jar emas. Uning amilini muzof deymiz. Zir o'qilishning sababini nima deymiz? Muzof deymiz. Ammo bu yerda taqdir qilingan bir harfi jar edi. Shu harfi jar zir o'qilishning sababi-chi demaymiz. Endi biz bayatdan mudofun ilayhning o'rtasida bir harfi jar taqdir qilingan bo'ladi dedik. Mana bu nuqtadan biz izofatni 3 nuqta bo'lib so'zlaymiz. U qaysi deganda izofatning turlari birinchisi lamiya. Lamiya deganimiz lam taqdir qilingan bo'lsa. Ma kanat ala taqdiril lam,
ya'ni lam taqdir qilingan bo'lsa. Bu nimani ifodalaydi lam taqdir qilingan bo'lsa deganda va tufidul milka aw al ixtisos. Bu igidorchilik yoki xoslashni ifodalaydi. Masalan, hada kitabun li Xolidin desam, bu Xolidning bu yerda igidorchilikni qanday qildi ifodaladi. Hada Hisanu Aliyin, bu Alining eti desam, bu Hisan degan bu otni Aliga igidorchilikni ifodalaydi. Igidorchilikni bildiradi. Alining ikkalasidan iborat bir igidorchilikni qanday qildi ifodaladi. Akhadtu bilijamil farasi, otning yugundan qanday qildim oldim. Otning yuguni, endi ot degan bir igidorchilik bo'lmaydi ot deganda. Demak, bu yerda lam taqdir qilindi, lekin bu lam bu yerda yuganninki otga xos narsa ekanligidan iborat bir xoslikni ifodalab berdi. İkincisi bayaniye. Endi mudofun ilayhining o'rtasida taqdir qilingan harflar bo'yicha bo'lishimiz. İkincisi bayaniye. Qanday harf taqdir qilingan vaqtda bayaniye bo'ladi izofat deganda ma kanat ala taqdiri min. Min taqdir qilingan vaqtida izofat nima bo'ladi? Bayaniye bo'ladi. Endi buning qoidasi o'lchimi nima deganda vadabituha uning o'lchimi ayyakunal mudof ilayh jinsan lil mudof. Muzafun ilayh muzafning jinsidan bo'lishi kerak. Masalan, hada babu khashabin. Bu yog'ochdan bo'lgan eshik dedim. Tamam, tarjimasida tin ma'nosi chiqadi va babu khashabin. Khashabin zarf qildi. Shundaqmi? Mudofni ilayh uchun. Zaka sivaru zahabin. Avu oltundin bo'lgan nima? Bilayzik. Hammasida din ma'nosi taqdir qilindi. Endi buning o'lchami, qoidasi, zobiti nima deganda mudofun ilayh muzofning turiga tava bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni khashab degan bu mudofun ilayh, bab degan mudofningki turiga tava bo'lgan bo'lishi kerak. Yog'och ishning turidanmi emasmi? Turidan. Oltin kumushning turidanmi emasmi? Turidan. Demak, bu yerda mudofun ilayh mudofning turidan bo'ldi. Bu yerda o'lchamga tushdi deymiz. Uchinchisi izofatning turininki zarfiyya. Qanday o'z zarfiyya bo'ldi deganda ma kanat ala taqdiri fi. Fi'ning taqdir qilish ustiga bo'lgan bo'lsa, ya'ni fi taqdir qilingan bo'lgan bo'lsa, bu zarfiyya izofat bo'ladi. Buning zobiti, buning o'lchami ayyakunal mudofu ilayh zarfan lil mudof. Mudof ilayh mudofning zarf bo'lishi kerak. Masalan, ya sohibay sijni. Turmadagi ikki hamrohim. Siz ya sahibani shundaqo, bu yerda muzofliq bo'lg'achqa bu yerda munada zivalik holatda ya sahibayni deb yovlan keldi. Endi nunning tushib ketishining sababi muzof bo'lgan vaqtda ikkisi nun qana qiladi, tushib ketadi. Shunga ya sahibay sijni. Endi turumining ikki hamrohim demdik, ning lam ma'nosida basak xato bo'ldi. Turumidin ikki hamrohim min ma'nosida basak xato bo'ldi. Bunda fi'ni taqdir qilib fi ma'nosini beramiz. Nima bo'ladi? Turumidiki ikki hamrohim. Ya sahibay sijni. Turumidiki ikki hamrohim. Mana bu yerda sahibay mudof, as-sijni mudofun ilayh. Bu yerdagi mudof bilan mudof ilayhning o'rtasida fi taqdir qilingan. Buning o'lchami nima? Mudofun ilayh, mudofning zarfi bo'lishi kerakdi. Mudofga zarf bo'lishi kerakdi. Mana bu yerda as-sijni degan mudofun ilayh, sahibay degan bu mudofning nimasi bo'ldi? Zarf bo'ldi. Bu ikki hamroh nima dedi? Turumi dedi. Demak, bu mudofning bir urun ravishi bo'ldi. Hada makrul layli wan nahar. Bu kecha va kunduzning yilisi. Demak, kecha kunduzning yili so'ramdi. Bu yerda lam ma'nosi olsak, ning tarjimasini qilamiz. Kecha kunduzning yili so'ramdi. Yo'q, bu kecha kunduzdagi yili. Demak, bu yerda fi ma'nosini beramiz, fi taqdir qilinadi. Bu yerda mo al-layli wan nahar degan bu al-layl degan bu mudofun ilayh, makru degan mudofningki bir vaqt ravishini bildirib berdi. Ya'ni zarf bo'ldi. Bu yerdagi o'lchamiga tushdi deymiz. Mana bu izofatningki mudof bilan mudofun ilayhning o'rtasida taqdir qilingan harf bo'yicha bo'linishi. Lamiyya, bayaniya, zarfiyya. Endi izofat bunda cho'ng ikki turga bo'linadi. İzofat cho'ng ikki turga bo'linadi. Birinchisi ma'naviyya. Ma'naviy izofat deymiz. Bu ma'naviy izofat degan nima deganda, bu odatda muzofni ya inoqlab beradigan, ya xoslab beradigan izofat. Masalan, deydi
Ma'naviy izofat deganimiz ma tufidu ta'riful mudaf aw takhsisuhu. U mudafni aniqlab beradigan yoki xoslab beradigan. Masalan, kitobun aniqsiz. Kitobu Muhammadin, Muhammadning kitobi deb bu yerda kitob Muhammadga nisbat berilib, bu kitobningki Muhammadning ekanligidan iborat bir hukmliq bir aniqlandi. Demak, bu yerda muzofun ilayh muzofni qana qildi aniqlab berdi. Unda bo'lsa bu izofat qanday izofat ekan? Ma'naviy izofat ekan. Yoki xoslab bersa degan. Masalan, g'ulamu rajulin. G'ulamu rajulin. Er kishining g'ulami, xizmatkori desam, asli g'ulamin faqat aniqsiz gap. Er kishining, ayol kishining, kichik o'g'ilning, cho'ng odamning bilinmaydi. Ammo g'ulamu rajulin degandan keyin bu ayol kishining emas ekan. Kichik o'g'ilning emas ekan, qari odamning emas ekan, bir er kishining ekan degan bir xoslashudir. Ammo aniqlanmaydi. Ahmad Taqinning aniqlashmaydi, lekin xoslashudir. Demak, mana bu shunga o'xshagan mayli xoslashni ifodalab bersin, mayli igidorchilikni, ya'ni aniqlashni ifodalab bersin, buning bo'ladi ma'naviy izofat bo'ladi. Endi buning zobiti o'lchimi ayyakunal mudaf g'ayr sifa. Mudaf sifatning boshqa bo'lishi kerak. Ya'ni sifat bo'lmasligi kerak. Sifat bo'lmasligi kerak degan nima degan gap? Ismi fa'il bo'lmasligi kerak, ismi maf'ul bo'lmasligi kerak. Ma'mulga muzaf bo'lgan sifat bo'lmasligi kerak. Masalan, hada kitobu Xolidin, hada kitobu rajulin. Birinchisida bu Xolidning kitobi deb bu kitob Xolidga nisbat berilib aniqlandi kitob. Ikkinchisida hada kitobu rajulin deb bu yerda kitob xoslashdi. Ayol kishining emas, boshqalarning emas, bir er kishining kitobi ekan deb bir oz xoslashdi. Demak, bu muzaf qanday muzaf? Ma'naviy muzaf. Buning zobiti o'lchami nima edi? Buning zobiti muzaf o'zining ma'muliga muzaf bo'lgan bir sifat bo'lmasligi kerak. Sizlar bu gapni tushunish uchun izofatning ikkinchi qismiga kelsak, tushunishlar ashada tushundiray buni. Endi buning qanday foydasi bor deganda, mudofni aniqlash yoki xoslash. Ma'naviy muzafning foydasi mudofni yo aniqlaydi, kitobi Xolidin deganga o'xshagan, yoki uni xoslaydi, kitobi Rajulun deganga o'xshagan. Endi izofatning ikkinchi qismi izofa lafzaviyya. Lafziy muzaf. Bu lafziy muzaf degan nima deganda yuqoriqining dal aksi. Ya'ni ma la tufidu at-ta'rif va la takhsisuhu. U muzafni aniqlabmi bermaydi, xoslabmi bermaydi. Hech qanday qilib bermaydi. Ammo undan bo'lgan maqsad nima? Uni muzaf qilishning maqsadi nima deganda va innamal gharadu minhu at-takhfif fil lafz. Faqatlam undan bo'lgan g'araz lafzdagi yengillik. Lafzdagi yengillik qanday yengillik? Uni muzaf qilsak tanvin kirmaydi. Ikkili bo'lib qolsa, jang muzakkar salim bo'lib qolsa, nun uchib ketadi deganga o'xshagan lafziy jihatda ba'zi bir yuklar unga ortilmaydi. Tanvin nunga o'xshagan. Maqsad shu. Buning o'lchami ayyakunal mudaf sifatan mudafatan ila ma'muliha. Bu o'zining ma'muliga, ya'ni ta'sir ko'rsatgan ismiga muzaf bo'lgan sifat bo'lishi kerak. Masalan, sifat o'zi qanday bo'ldi ekan bir qarab boqaylik. Hada daribu Zayd. Ama bu Zaydning urg'uvchisi. Hada daribu Zayd. Endi bu yerda daribu degan mudaf sifat bo'ldi. Ism fa'il, ism maf'ul, sifat. Demak bu yerda sifat bo'ldi. O'zining ma'muli muzaf bo'ldi. Ya'ni o'zining ma'muli deganimiz o'zi ta'sir ko'rsatgan, asli o'zi ta'sir ko'rsatishga tegishli bo'lgan ismga muzaf bo'ldi. Masalan, hada daraba Zaydan desam, bu Zaydni urdi deb asli daraba degan fe'lni amalni qilsa, bu Zayd darabaning nima bo'ldi asli ma'muli bo'ladi. Ma'muli. Demak bu yerda ma'muli nima bo'ldi bu yerda? Muzaf bo'ldi. Hazani daraba Zaydin. Bu yerda dariba Zaydin. Asli daribani ikkili qo'g'anlik uchun muzaf bo'lganini uni qanday qilgan? Tushib ketgan. Shuning uchun dariba bo'lgan. Bu yerda mu daribun degan ism fa'ilning ikkilik shakli, ya'ni sifat bo'ldi. Shundaqla o'ziningki ma'muliga muzaf bo'ldi. Asli hada daraba Zaydan. Bu ikkisi Zaydni urdi desak, bu asli ma'mul, omil ta'sir ko'rsatgan ism asli Zayd bo'lishi kerak. Shunday demak, bu yerda o'ziningki ma'muliga, Zayddan iborat ma'muliga dariba degan sifat nima bo'ldi? Muzaf bo'ldi. Demak, shunga o'xshagan
agar muzaf sifat bo'lib qolsa, ism fa'il yoki ism bo'lib qolsa, bu izofat lafziyya bo'ladi. Agar sifat bo'lmasa, odatda normal ism bo'lsa, kitob, qalam deganga o'xshagan, bu izofat ma'naviyya bo'ladi. Unda o'zi buning foydasi nima deganda, taxfif fil lafz baytin biz dedik, lafzni yengiltish. Nim bilan yengiltimiz deganda nuni tashlaymiz. Izofat bo'ldimi, nuni tashlaymiz. Yoki uning o'rni turadigan narsani cho'q tashlaymiz, ya'ni tanvinni tashlaymiz. Agar izofat qilmasak, hadani daribani zaydan bo'ladi. Hada daribu zaydin, hada daribun zaydan bo'ladi. Demak, bu yerda izofat qilish orqali hada daribunda tanvinni tashladik, hada daribada nuni tashladik. Demak, lafzda bir yengiltish amalga oshdi. Mana bu lafziy bo'lgan izofatdan maqsad. Endi mudofning hukmlari haqida so'zlasak, mudof, ya'ni yajibu tajriduhu min at-tanwin. Mudaf tanvindan xoli bo'lishi kerak. Qat'iy mudofga nima kirmaydi? Tanvin kirmaydi. Va ikkilikning va jami muzakkar salimning nundan xoli bo'lishi kerak. Ya'ni muzab bo'lgan ismga tanvin kirmaydi va ikkilik yoki jami muzakkar salim ism muzab bo'lib qolsa, buningki nun qanday qilib tushib ketadi? Masalan, hada kitobu Xolidin. Asli kitobun bu. Xolid shunda muzab qilish bilan kitobu deb taqoqildi. Hadani kitoba Xolidin. Dedik asli hadani kitobani muzab bo'lish bilan ikkilikning nuni tushib ketdi. Haulai katibud darsa. Asli haulai katibuna bu muzakkar salim bo'lg'achqa muzab bo'lgan vaqtda nuni qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Ikkinchisi yajibu tajriduhu min al. Chuqum bu muzabni alif lamdan xoli qilishimiz kerak. Muzabqa alif lam kirmaydi. İza kanat al-idafa ma'naviyya. Ya'ni izofat ma'naviyya bo'lib qolsa. Ma'naviyya degan nima edi? Muzab sifat bo'lmagan muzab. Masalan, deyilmaydi, hadal kitobu li Xolidin deyilmaydi. Chunki al-kitob yana muzab, shuning uchun alif lam qana qilmaydi, kirmaydi. Bunda desak xato bo'ladi. Endi izofat ma'naviy bo'lib qolsa alif lam kirmaydi ekan. Endi bu gapdan agar izofat ma'naviy bo'lmay, lafziy bo'lib qolsa alif lam kirsa bo'lamdi desa, agar izofat lafziy bo'lib qolsa alif lamning kirishi to'g'ri bo'ladi muzabqa. Bir shart bilan. Qanday shart? Ayyakuna musanna aw jam'u muzakkar salim. Chuqum bu muzab ya ikkilik holatda ya ko'p bo'lishi kerak. Bu vaqtda uning alif lam kirishi cho'p bo'ladi. Masalan, val muqimis salat. Dediki val muqim nima? Mudaf. Shunda turib bu oyat karimada alif lam kirdi desa, qoida shuki, bu yerda val muqim degan aqama yuqimudan chiqqan ism fa'il. Demak, ism fa'il degan nima edi? Sifat. Muzab sifat bo'lsa, bu izofat qanday izofat bo'ladi? Izofa lafziyya bo'ladi. Demak, izofa lafziyya bo'lgan vaqtida ikkilik yoki jami muzakkar salim bo'lsa, buningga alif lam kirishi bo'ladi. Bu bir qoida. Qad yaktasibul mudafu at-ta'nitha aw at-tadhkira min al-mudaf ilayh. Ba'zida muzaf ayollik yoki erlikni muzafun ilayhdan yuqtirib oladi. Ya'ni muzaf erlik turib masalan, muzafun ilayh ayollik bo'lib qolsa, bu muzafun ilayh ayollik muzafga o'tab erlik bo'yicha muomala qildigan, ayollik bo'yicha muomala qilgan ahvollarni bor. Qanday vaqtda bo'ladi? Buning bir sharti bor. Bi sharti an yakuna al-mudaf salihan lil-istighna. Mudaf bihojatlikka yarasa. Ya'ni shu jumlada muzafni akamay, muzafun ilayhni akaysakmi, jumla bo'lsa, bu vaqtda mudafun ilayhdan erlik yoki ayollikni tatib olsa bo'ladi. Ya'ni yuqtirib olsa bo'ladi. Masalan, quti'at ba'du asabi'ihi. Uning barmoqlarining ba'zisi kesilib ketdi degan bu jumlada quti'at fi'l majhul til shundaqo. Ba'du uchun naib fa'il. Bu fa'il bu yerda ba'du erlik. Bu fa'il, naib fa'il erlik tursa, quti'at deb nima uchun ayollik keldi desa, bu yerdagi ba'du degan mudaf, asabi' degan bu aqlsiz narsaninki ko'plikka ayollik bo'yicha muomala qilsak bo'ladi. Mana bu ayollikni ba'du mudafun ilayhdan yuqtirib olib,
bununla ayollik boyunca muamele kılındı deymiz. Yani quti'at ba'du asabi'ihi. Demek ba'duga ayollik boyunca muamele kıldık. Nima uchun? Bu ba'du ayollikni asabi'atni o'ziga yo'qtirib oldi. Mana mudofin ilihlikdan ayollikni yoki erlikni qana qildi? Yo'qtirib oldi o'ziga. Şart qaysi? Muzaf bihajetlikka yarasa. Yani mudofni tashlab etsak jumla bo'laversa. Masalan bu yerda ba'du degan muzofni tashlab etsak jumla bo'laveramdi, bo'lmamdi? Bo'laveradi. Yani quti'at asabi'uhu. Uning barmoqlari kesildi desak bo'lamdi, bo'lmamdi? Bo'laveradi. Demak bu yerda mudof yani bihajetmanlikka, yani hojat bo'lmadi. Bihajetmanlikka yaradi degan gap hojat bo'lmadi. Demak mana shuningdek mudof bihajet bo'ldigan akamsak bo'ldigan yerlarda mudof ilihlikdan erlikni yo ayollikni o'ziga yo'qtirib olsa bo'ladi va yo'qtirib oladi ba'zi o'rinlarda. Endi mutakallimning yoki muzof bo'lgan ismlarning hukmlari agar ism muzof, ya'ni muzof bo'lgan ism mutakallimning yosiga sahih ism bo'lib qolsa yoki shibih ism bo'lib qolsa, uning oxirisi zir o'qilib, undan keyin muzof qilamiz. Masalan, kitobun shundaqo mutakallimning yosini kirsak, oxirini o'qiymiz, ba harfini zir o'qib muzof qilamiz. Kitobi. Shibih ism bo'lib qolsa shunda bo'ladi, dalvi deganga o'xshagan. Shibih degan nima edi? Oxirida kesilib kelgan, uning ilgari harfi zir. Dalvi sakin. Uning ilgarisi nima? Sakin. Dalvi asli dalvun shundaqo. Dalvun. Hamda bu dalvun deganning oxiriga mutakallimning yosini kirsak, oxirini zir qilib akiramiz. Dalvi. İkincisi, agar ismning oxirisi alif bo'lib qolsa, ya'ni maqsur bo'lib qolsa, alif jim turadi. Qarama, aso deganda asoya deganga o'xshagan. Ya'ni ismning oxiri alif bo'lib qolsa, mutakallimning yosi muzof qilgan vaqtimizda bu alif jim turadi. Masalan, fatoya deganga o'xshagan. Agar ismning oxirida ya bo'lib, u yaning ilgirisini nima qilgan bo'lsa, zir o'qilgan bo'lsa, ya'ni manqus bo'lib qolsa degan gap. Demak, oxirida yaning ilgirisini nima zir. Bunda bo'lib qolsa, mutakallimning yosini akilib izof qilmoqchi bo'lsak, oxirisidagi ya mutakallimning yosi ikki ya paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun qanday qilamiz? Yani yaga idg'am qilamiz. Udghimatul ya'u fil ya. Ya idg'am qilinadi va futihal ya'u thaniya. Ikkinchi ya zibar qilinadi. İdg'am qilinib, ikkinchi yani zibar o'qiymiz. Ya'ni mutakallimning yosini zibar o'qiymiz. Nima bo'ladi? Bu vaqtda qodiya, mening so'tchim qodiya, asli qodi. Mutakallimning yosini keldi, ikki ya bo'ldi. İdg'am qildik, ikkinchi yani zibar holatda to'xtatdik, qodiya bo'ldi. Nima uchun buni idg'am qilamiz? Mutakallimning yosi sakin. Bu ismning oxiridagi ya sakin, ikki sakinning uchrashib qolmasligi uchun. Li alla yaltaqas sakinan. إذا كان آخر الاسم واوا مضموما ما قبله. Agar ismning oxirisi vav bo'lsa, ismning oxirisi bo'lsa, vavlab, u vovdan ilgirki narsa pesh o'qilgan bo'lib qolsa, u vovni nimaga o'zgartiramiz? Ya'ga o'zgartirib, uningdan keyin mutakallimning yosini kelamiz. Vovni ya'ga o'zgartirdik, bir ya paydo bo'ldi. Mutakallimning yosini keldik, ikki ya bir ya keldi. Unda o'z ikkisini qanday qilamiz? Idg'am qilamiz. Nima bo'ladi? Muslimiyya bo'ladi. Yani bunun asli halti asli muslimuna, cemi muzakker salim. Cemi muzakker salimni mutakallimning yosiga izof qilgan vaqtimizda nunni tashlaymiz. Mutakallimning yosiga emas, cemi muzakker salim ikki qismini har qanday qismga izof qilgan vaqtimizda nunni qanday qilamiz? Tashlaymiz. Endi biz bu yerda buni mutakallimning yosiga izof qilmoqchi. Nunni tashladik. Nima bo'ldi? Muslimu bo'ldi. Bu qanday o'qilgan? Sakin o'qilgan. Endi bu voni biz yaga o'zgartiramiz. Muslimuy oldu. Ya sakin oldu peş bu Araplarda münasip emas. Yaga zir münasip deb bu mimni zirga o'zgartiramiz. Ne bo'ldi? Muslimi oldu. Endi mutakallimning yosini akelamiz. Bu so'zning oxiridagi ya mutakallimning yosi ikki ya bir ya kelib qoldi. Bu ikkisini idg'am qilamiz va mutakallimning yosini zir holatda to'xtatamiz. Ne bo'ldi? Muslimiya oldu. Yani mening musulmonlarim degan bo'ldi. Mana bu bugungi izofatga aloqador bo'lgan qoidalar. Unda bo'lsa o'qdoshlar, bugungi darsimiz mushayda oxirlashdi. Qolgan ko'nikmalar berilgan, buni o'zinglar ishlaysizlar. Ya'ni birinchisi qarasanglar, ixtar naw ala izofa fil jumla taliya. Buundagi jumladagi izofatning turini tanlang deydi.
Hada qalamu Muhammadin. Bu Muhammadning qalami. Bu yerdagi izofatning turi lamiyami, bayaniyami, zarfiyami. Buni tanlaysizlar. Qolganini shu bo'yicha tanlaysizlar. İkincisi, tövendeki cümlelerden mudaf ve mudafın ileyhini çıkarasızlar. Mudafni mudaf degan katakçı yazsizlar, mudafın ileyhini mudafın ileyh degan katakçı yazsizlar. Ve zirlik alametini sözleysizlar. Uçuk zir olgan bolsa uçuk zir yazsizlar, takdiren kip qaslar nem bolsa chiqib zirga alamet bo'lgan narsani alamati jarrihi degan yazsizlar. Bunda bolsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kellerki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.